Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan Billur kompaniyasi haqida va uni ko'rsatayotgan xizmatlari bo'yicha suhbatlashamiz. Billur poklik iymondandir. Keling dastavval Billur kompaniyasi tarixini o'rganamiz. Billur brendi o'z faoliyatini 2014-yilda ko'pikli kimyoviy vositalarni ishlab chiqarish bilan boshlagan. 2021-yildan esa yuvish vositalarini mustaqil ravishda ishlab chiqarib, o'z mahsulotlarini Billur nomi ostida bozorga chiqardi. Bugungi kunda kompaniyamiz 60 dan ortiq turdagi mahsulot ishlab chiqaradi va oyiga 200 tonnadan ziyod mahsulot yetkazib beradi. Talab oshgani sari ishlab chiqarish quvvati ham ortib bormoqda. Billur kompaniyasi sizga nimalarni taklif qiladi? 3 xil daromad yo'lini taklif qilamiz. Birinchisi iste'molchi bo'lish. O'zingiz va oilangiz uchun sifatli yuvish vositalarini xarid qiling. Ikkinchisi esa sotuvchi bo'lish. Uchinchisi distribyutor bo'lish. Kafelar, restoranlar, bog'chalar, xususiy maktablar, shifoxonalar va ofislarga mahsulotlarimizni taqdim qiling. Har bir buyurtmadan o'z ulushingizga ega bo'lasiz. Sotuvchilikni boshlaganingizdan so'ng sizga bu jarayonni to'liq o'rgatamiz. Biz bilan ish boshlaganingizda nimalarga ega bo'lasiz? ID raqam. Siz shaxsiy raqamingiz orqali to'g'ridan-to'g'ri zavod bilan bog'lanasiz. Ikkinchidan, franshiza imkoniyati. Billur logotipi va nomidan bepul foydalanish imkoniyati. Franshizalar odatda katta mablag' talab qiladi, lekin biz sizga buni tekinga taqdim etamiz. Hatto Billur media bazasidan ham foydalanish huquqiga ega bo'lasiz. Bepul ta'lim, marketing, mijozlarni qanday jalb qilish kerakligini o'rgatamiz. Sotuv bo'limida esa samarali sotish texnikalarini o'rgatamiz. Tizimlashtirish, ishni qanday tizimli ravishda yuritish kerakligini tushuntiramiz. Istalgan qiyinchilik yuzaga kelganda sizga yelkama-yelka turib yordam beramiz. Ishni qanday boshlash mumkin? Biz bilan ish boshlash uchun sizga 500 ming so'm kerak bo'ladi. Biz sizga 600 ming so'mlik mahsulotlarimizni 100 ming so'mlik chegirma bilan beramiz. Keyin esa ularni qo'shni va qarindoshlaringizga sotib, birinchi daromadingizni olasiz va sotish qobiliyatingizni sinab ko'rasiz. Agarda sota olmasangiz, pulingiz 100% qaytarib beriladi. 600 ming so'mlik mahsulotlardan so'ng sizga 1 millionlik mahsulotlar 800 ming so'mga beriladi. Agar bu sizga yoqsa va muvaffaqiyatga erishsangiz, keyingi bosqichlarga o'tib barqaror va tizimli daromad qilishni o'rganasiz. Hududiy guruhlarni tizimli yuritish uchun o'z viloyatingizdagi Billur guruhlariga qo'shilishingiz lozim. Ularga biz sizga havola beramiz. Hozirda aksariyat viloyatlarda bizning jamoalarimiz mavjud bo'lib, ular mahsulotlarni yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Qolgan barcha savollaringizni Billur Family guruhida berishingiz mumkin.